Endi yubileyniy restoraniga kelib mazali taomlarni tanovvul qilish bilan birga mana bunday ajoyib atmosferadan bahramand bo'lishingiz ham mumkin. Qarshi shahridagi mashhur yubileyniy restoranining birinchi filialining dizayni to'liq yangilanib, insonga o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydigan ko'rinishga keltirildi. Yubileyniy albatta tovuqli taomlari, ayniqsa sariyog'li tabaqasi bilan mashhur. Shuningdek, bu yerda muzlatilgan emas, haqiqiy yangi go'shtdan tayyorlangan 20 xildan ortiq mazali taomlarni va 30 xilga yaqin salatlarni ham tanovvul qilishingiz mumkin. Yubileyniyning yangilangan ikkinchi qavatida 250 kishigacha bo'lgan oilaviy yoki jamoaviy tadbirlarni o'tkazish mumkin. Shuningdek, mijozlar doim ko'p bo'lgani bois taomlanish uchun o'z joyingizni oldindan band qilish imkoniyati ham bor. Soat 9:00 dan 23:00 gacha taomlarni yetkazib berish xizmati mavjud. Buning uchun quyidagi raqamga, joy band qilish uchun esa ushbu raqamga qo'ng'iroq qiling. Sevimli yubileyniy restoraniga kelib, ham o'zingizni, ham yaqinlaringizni ishtahochar taomlar bilan xursand qiling. Yubileyniyning birinchi filiali manzili Qarshi shahri 3-mikrorayon Kunchiqar mahallasi Bahroron ko'chasi, 1-son kompleks turar joy majmuasi yonida.